Nurg'un do'stlar so'rgan bo'ldi 5-10 mingga to'lsak o'gitib qo'ymagan lampong rampizniki taomlarini yasash usulini o'gitib qo'ya olamsiz deb men o'gitib qo'ymay ketdik. Sizlarniki to'liq foydalanishinglar uchun miqdorini azaytib yo'ladik. O'zing qilib qolsang, jiqira qilsang bo'ladi. Oldindan biz ochiq suv tanishaymiz. Suvdan 100 gram, ochiq suvdan 100 gram, shakardan 20 gram chalaymiz. Normal holatda 2 minut qaynatib, suzib olsak bo'ladi. So'g'andan keyin ishlasak bo'ladi. Bojadan 4 gram, Xo'jadan 5 gram, Shanxuyshandan 4 gram, Guypidan 4 gram, Shangyidan 2 tal, Savgodan 2 tal birimiz. Qozonga 1 kilo so'y solamiz, mushum materiallarni silib, bir qatim qaynatib, suzib olsak bo'ladi. Suzib olgandan keyin tuzdan 30 gram, shongchudan 15 gram, veyjandan 10 gram, jefridan 10 gram mushlan aralashtirib so'g'andan keyin ishlasak bo'ladi. Keyingi qismda rampizniki veshi o'xshagan lozjang etish usulini haqsiz yo'lab bermay yurak besib saqlalang, lozim bo'lganda topolmay qolsiz.